O'rtoqlar Shahzod Sultonova nihoyat uylanyapti. Chislosi, manzili, stolinglar nomerini intervyu oxirida aytamiz, bemalol kelaverasizlar yoppasiga hammanglar. Kim bu dunyoda nima qilsa o'zi uchun. Masalan, mana to'y arafasi-ku. Ishonasizmi aka? Akam qo'ydilar-da. Turmush o'rtoq tanlashda nimadan ko'proq qiynalindi? Ular yaxshi bo'lib ketmadi-da. Xor bo'lib ketdi ko'p. Men chestim uchun so'rab olaman. Mana shunaqa gaplashadi-da o'tda bo'tda. Bu o'tdagi chest qani? O'zi asosan bu yoqda edi sani. Shunaqa gap yuradi-yu o'zbeklar ichida. Uylanishim kerak ekan-da. Yaxshi qiz ekan, mana normativlari yaxshi, uylanib qo'yib bo'lmayapti demanda. Shu 30 ming arziydimi uni yelkasini siqib turishga? 30 ming so'm arziydimi o'sha? Yaqinligiga nisbatan mehr bo'linadi. Uylangandan keyin deyshadi. Xudodan ham anaqa narsa so'rardim-da. Xudo derdim. Itni ishlaysizlar, mashinchi pul topasizlar. Barakasi shuncha bo'ladi. Ba'zi bir hokimni, vazirni, bir mansabdorni bolalarini ko'rib qolamiz-da ko'chada. Ketib yurgan 3 tonigacha adas olib berganda, lekin Karomat emas meni gapim, farosat bilan aytyapman. 95% adashmaganman ko'p joyda. Shunaqa solishtiryapti-da. U qanaqa qilib unga uylanasiz? Misol uchun ertaga buni bilaman men. Bunaqa ichini bilaman. Yo bitta bolali bo'lib ajrashadi yoki undan oldin. Ko'p har xil fikrlar shu qiz to'g'risida ham aylandi. Endi men taniganim uchun aytib ketishim kerak. Nimaga u bunaqa bo'ldi? Nimaga hayoti bunaqa bo'ldi? O'zbekiston oziq-ovqat sanoatida yangi davr boshlandi. Toshkent viloyati Ohangaron tumanida zamonaviy Zalol Muvaffaq FZ zavodi ishga tushdi. Zavod Germaniya, Shvetsiya va Kanadaning eng yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan bo'lib, yuqori sifat standartlarini ta'minlaydi. Bugungi kunda bu yerda Attack, Hero, Mani, Paradise kabi 12 turdagi zamonaviy alkogolsiz ichimliklar ishlab chiqarilmoqda. Made in O'zbekiston tamg'asi bilan butun dunyoga eksport qilish maqsad qilingan. Loyiha nafaqat sanoat, balki aholi farovonligiga ham xizmat qiladi. Hozirning o'zida 200 ta ish o'rni yaratildi. Yaqin kelajakda esa bu raqam 500 taga yetadi. Zalol Muvaffaq FZ bu xalqaro tajriba, ilg'or texnologiya va sifat ramzi. Assalomu alaykum cho'tka TV kuzatuvchilari, barcha xonadonlar tinchlik, xotirjamlik, barakot tilaymiz. Biz o'sha manzil Ayvon restorandamiz. Sizlarga manzilni oson topishlar uchun Parkinskiy bozor. Bugungi mehmonimiz ajoyib aktyor, elimiz ardog'iga munosib bo'lgan ijodkor, ukamiz, do'stimiz, qadrdonimiz Shahzodbek Sultonov. Ko'rishib olasiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bizani ijodimizga befarq bo'lmagan insonlar, hammaga assalomu alaykum. Har doim shunaqa sog'lik, salomatlikda, bag'ri o'tirlikda, shunaqa chiroyli ko'rsatuvlarda ko'rishib yurish keyingi yilga ham nasib qilsin. O'rtoqlar Shahzod Sultonova nihoyat uylanyapti. Chislosi, manzili, stolinglar nomerini intervyu oxirida aytamiz, bemalol kelaverasizlar yoppasiga hammanglar. Savollarimizni ichki nizomdan aytib o'tishim kerak. Hech qaysi kesib tashalmaydi. Hammasi haqida ochiq-oydin gaplashamiz samimiy. Menimcha bunda Shahzod Sultonovda yetarli duh bor. Hech qanaqa bekitadigan narsasi yo'q, hech qanaqa chepasi yo'q. Ishonib ayta olaman bu narsani. Shuning uchun ogohlantirib qo'yaman. Ma'qulmi? Ma'qul. Ma'qul bo'lsa, men savollarga o'tishdan oldin, hozir yaqinda kelishingizdan oldin bolalarga aytib turdim. Munosabat bildirib ketishni lozim topdim. Shahzod Sultonov bilan intervyu qilayotganimda bunaqa yig'layman deb o'ylamadim. Internetga kirdim. Internetga kirsam Facebookda bir voqeani ko'rdim. 24-may kuni joylashtirilgan ekan. Parkent tumanida bo'lgan voqea. Bir yigit onasini juda qattiq xo'rlagan. Siltalagan, xo'rlagan. Va ularni Alisher Fayz bilan Nargiz Abdullayev alohida borib ko'rib ko'ngillarini ko'tarib qo'yibdi. Juda alam qildi va boshqa blogerlarimizga men minnatdorchilik bildiraman. Shu yerda ko'rganimda armonga aylansa kerak degan ekan, u onaxon umraga borishni, yetyapti begona odam, umraga olib boraman sizga deb niyat qilib gapirishib, xursand qilib ko'ngillarni olishyapti. O'sha holatdan ta'sirlanganim uchun mana shu holatga munosabat bildirib ketsak, bugungi yoshlarimiz qonunimizdan chetda qolmagan, jazosini olgan u yigit, lekin bugungi yoshlarimizda onaga bo'lgan e'tibor va e'tirof mana shu darajaga tushishligini sababi nima deb o'ylaysiz? Ona-yu. Siz aniq voqeani aytmayapsizmi? O'g'il bola bo'lib chiqadi.
o'zi qiz bolada, o'g'il bolaga o'xshab. U Farzandda qanaqasiga bo'lsa ham. farzand to'g'ri, u psixologический unda problema bor u bolaga. O'sha qizni, bolamish, qizni problemasi Shaxsda. bor, problemasi bor birinchidan. Endi kim bu dunyoda nima qilsa o'zi uchun, kimki yaxshilik qilsa o'ziga qilibdi, kimki yomonlik qilsa o'ziga qilibdi. O'sha qiz ham bir kun kelib farzandli bo'lsa, bolasi undan battar qilishi mumkin va u eng achinarlisi vaqtincha. Masalan, deylik patolog 100 yil yashar u o'sha insonda. Narigi dunyosini ham yutqizib bo'ldi menimcha. Agar vaqtida bundan keyin tavba qilib, onasini qadriga yetmasa, onasini roziligini olib qola olmasa, ming afsus, u dunyosini ham yutqazdi. Bugun internet ochiq maydon bo'lib qoldi. Men hozir aktyorlik faoliyati, MMA haqida gaplashib, suhbat zerikarli bo'lmasligi uchun emas, haqiqatni gaplashmoqchiman. Bugun internet maydoni ochiq. Hozir aka-uka o'rtasidagi munosabat, jigarchilik o'rtasidagi, qo'ni-qo'shnichilik o'rtasidagi munosabat, er-xotin o'rtasidagi munosabat, ota-onaga bo'lgan munosabatlar ochiq-oydin bo'lib ketib qoldi. Haqiqatan ham avvalgi holatlar. Yana bir narsani eslatib o'taman, Oybek aka Sultonov farzandlari, shu Oybek akamni biza kutib o'tirib, o'sha sevgi, muhabbat yuragimiz jo'shirgan paytda qo'shiqlarini eshitib, o'sha qo'shiqlariga fanat bo'lib yurgan paytlarimizdagi ota-onaga, hozir ketib o'tgan qo'ni-qo'shniga, er-xotinga bo'lgan munosabatlar ancha urug'ini baland bo'lganda. O'sha paytda. Bugunga kelib ozgina yalang'ochroq bo'lib qoldimi, hurmatsizroq bo'lib qoldimi odamlar? Bunga nimani kechaga qilgan xatolarimiz evaziga deb o'ylaysiz mana shu narsalarni? Bugun yo'q, unaqa emas, og'iz adashyapsiz deya olasizmi? O'zimni rakursimdan kelib chiqib gapira olaman. Hamma o'zini rakursidan kelib chiqadi. Meni yaqinlarim orasida unaqa ota-onasini behurmat qiladiganlar yo'q. Men xursandman bu narsadan. O'zida bo'lmasa ham, misol uchun o'zi sal pastroq telefon tutsa ham, yaxshiroq telefon sovg'a qiladi onasiga yoki adasiga. Mana shunaqalar meni atrofimda. Xo'p, ijtimoiy tarmoqdachi? Ijtimoiy tarmoqda endi nima deysiz, guruch kurmaysiz bo'lmaydi, ora-orada chiqib turadi mana shunaqa o'sha bundan oldingi gaplashgan mavzuyimizdagi insonlar doim chiqib turadi. Hop, bunga hozir mana shunaqa o'tib ketsak biz, ertaga bolalarimiz ham ko'radi-ku shu narsani. Farzandli bo'lasiz. Shunga men munosabat bildiring deyotganim bizga tegishli-da, biz ham bormiz shuning ichida. Qo'limizda-yu telefon, to'g'rimi? Shunga munosabat nimaga oldingidan hozirga har doim solishtirish bo'ladi. Bizda hozir meni ham balkim ko'rib turgan negativ etish mumkin. Solishtiradi. Ha, boshqa qanaqa qilamiz? Kitob yordamida yoziladi-yu. Shunga bu narsani farqi bu darajaga o'tib qolganligining sababi nima deb o'ylaysiz? Tarbiya deb o'ylayman, aka. Tarbiya deb o'ylayman. Lekin ko'p hollarda guvoh bo'lganmiz siz ham, mana işte hamma insonlar ham otasiga qaraysiz zo'r inson. Bola vashi boshqacha. Umuman boshqacha. Men bu haqida eshitganman-da, shu tirik odamdan o'lik odam tug'ildi deb shunaqa ibora eshitganman-da. Ota juda aqlli, ota juda faylasuf, o'g'il boshqacha. Bunga sabab, mana misol uchun otani uyida aka-ukalari bor. To'g'rimi? Amaki bor, boshqa bor yoki amakini yana kimdir bor. Avvalo, o'sha qaysidir o'sha qonda bor-ku, o'sha narsa o'tadi bunga. O'tadi. Siz aytasiz, adasi yaxshi, onasi yaxshi. Nimaga bu bunaqa deysiz-ku? O'sha adasini aka-ukasi yoki opa-singlisi yoki ulardan o'sha qaysidir avlodiga qon bari o'tib qolar ekanda. Mashina katta anaqasi bor. Aloqasi bor, juda ham katta aloqasi bor. Uni surishtirib chiqsangiz, o'sha amakisi, qaysidir tog'asi shunaqa bo'lib qolgan bo'ladi. U o'sha tog'a amakiga tortgan bo'ladi. Ishonavering. Men rosa kuzatdim, nima shu narsani. Chunki juda ko'p insonlar bor, tanishlarim bor, adasi, onasi juda yaxshi odam, o'zi sal boshqacharoq. Shunaqa odamlar bor, ota-onasi masalan, deylik bekitmasdan ochiq-oydin gapirsa, alkash, aroq ichadi ko'p, bola umuman boshqacha. Bola umuman teskarisi u narsani umuman to'g'ri yuradi, sportga boradi, boshqa qiladi, nima topsa uyga boradi, mana shunaqa bo'lib qolganda. Ota aytasiz-ku, tarbiya deysiz, lekin otada boshqacha tarbiya bo'lgan. Bola yaxshi. Men misol uchun ko'rgan narsamni aytaman-da. Masalan, men bu narsani shablon qo'yganlar bor-ku, otasi shunaqa bo'lgani uchun bola shunaqa bo'ldi. Yo'q, ba'zida u shablon to'g'ri kelmayapti-da. Men o'zim ko'rib tajribadan o'tkazgan insonlarimda 30-40, даже 60% da bu shablon ishlamaydi. Ota boshqacha bo'ladi. Ya'ni maqol buzildi deya olsa, to'g'rimi? Olman tegi olma tushadi degan maqol buzilyapti. Ba'zi men ko'rgan 50-60% joylarda bu maqol ishlamaydi. Olman tegi olma yo'q, unaqa emas.
hozirgi aytgan misolga Shahzod o'zini bugungi kundagi statusi, bugungi kundagi xarakteri, bugungi kundagi mavqei, bugungi kundagi odobi kimdir uchun kimdan deb biladi? Otamdan, onamdan. Qayerda kalta yeb tarbiyalagan, qayerda dakka yeb tarbiyalangan deb biladi o'zini. Bizda taktika zo'r bo'lganda, mana yoshligimda adam aytardilar. Adam bunaqa narsa olishim kelsa, bor o'zing oldirdilar. Ishlaganda o'g'il bolasan, chiqib o'zing oldirdilar. Masalan, u payt endi deylik 16 yoshimdan boshlab ishlaganman-da o'zi. Kompyuter deb ish o'rganganman. U kompyuter qimmatroq turardi. O'sha payt aniq esimda bor, $1000 turardi u kompyuter. Lekin men u payt misol uchun ofitsiantlik qilaman, boshqa qilaman, u pulni yig'ib olishim qiyin edi-da. Lekin men u payt oyimga aytganman, "Ona, mana shunaqa, sen aniqmi? Qila olasanmi shu narsani?" "Bo'ldi, men pul beraman." Adam bu yerdan savolab turadilar. Onada ozgina bizda rahim, shafqat sochib turadi. Mana shunaqa kontrast bilan katta bo'lganman-da. Endi siz hozir meni ta'rifladingiz, men o'zimni bilmayman. Bu ta'riflaringizga loyiqmanmi yoki yo'q, uni bilmayman. Lekin bizning oilada shu narsa bo'lgan va shu xulosaga kelganmanki, oilada otaning o'rni boshqa, onaning o'rni boshqa. Shu iloji boricha yana bitta narsani joyi kelganda aytib ketmoqchiman. Hozirgi paytda farzandi bor insonlar ham ajrashib ketyapti-da. Iltimos, ajrashmanglar. Qanaqadir murosaga kelinglar, chunki sizlarning farzandinglar yo ma'mina sinochik bo'lib qoladi yoki faqat otaning tarbiyasini olib sal qahri-qattu bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun ota-ona bo'lgani yaxshi, butun bo'lgani yaxshi har doim. Misol uchun men shuni mahsuli deb o'ylayman. Balki shu qayerdadir kimdir meni odobli bola deydi, kimdir tarbiyali bola deydi, kimdir yaxshi bola deb aytadi. Misol uchun men eshitadigan gaplarimning ko'pi bolam senga o'xshasin, farzandim senga o'xshasin, ukam yoki akam bor senga o'xshasin deyshadi menga. Ha, yuzimga ham. Qizdanchi. Hamma joydan. Hamma joydan. Xo'p, hozir bitta gap aytdingiz-da, men siz bergan ta'rifga qanchalik mos kelamanmi yo'qmi deysiz. Xo'p, shuni qarshisiga argument keltiring-chi unda. Qarshisiga Shahzod bo'lmasdan turib Shahzod Sultonovni negativ tomonlama ochingchi. Bormi? Mohir ustalar tanlov shiori bilan tanilgan Decoart kompaniyasi zamonaviy dekorativ qoplamalar, original ranglardagi lak va bo'yoq mahsulotlari, eshik, romlar va binolarning fasad qismini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli barcha mahsulotlarni respublikamiz bo'ylab va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda yetkazib beradi. Decoart kompaniyasi xonadoningiz dizayniga mos bo'lgan mahsulotlarni tanlab berib, uni to'g'ri qo'llash borasida ham o'zlarining qimmatli maslahatlarini ayamaydi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Decoart mohir ustalar tanlovi. Men hurmat qilmaydigan odatingiz bor aytaman bittasini. Aytavering, bemalol. Yomon qattiq uyqusiz. Endi men qattiq ishlayman hamda. Yomon qattiq ishlayman. Tushuning, qattiq ishlayman men. Ishlash bor-ku. Menda qattiq Ijodiymi? Ham ijodiy, masalan, ijoddan tashqari men yana bitta biznes qilganman hozir. U narsalar bor. Undan tashqari sportimga ulguraman. Men yomon qattiq charchayman. Xo'p, yana Shuning uchun minuslar bosib uxlay olaman. Minuslar endi nima desa bo'ladi? Endi bu minusmi yo'qmi bilmayman. Qayerdadir agar men sezsam agar men o'sha yerda ortiqchaman. Bu minusdir, balki yaxshi. Men o'sha yerda turmayman, o'sha yerda bo'lmayman hech qachon. Masalan, qanaqa joy misol keltiring. Mana men siz bilan o'tiribman, mana shu 4 kishi o'tiribmiz. Men sezyapman, mana shu yerda uncha menga anaqalar yo'q. Xayrixoh emaslar menga. Men chiroyli shu yerdan nimanidir bahona qilib chiqib ketaman. Angliskiy. Ha, chiroyli ketaman shunaqa. Endi o'ga qarang, yomon taraflarimni aytadigan bo'lsam, to'g'risini aytaman, men bekitmayman. Okey, rosa qidiryapman miyamda, varolamayapti-da. Lekin topa olmayman. Bu nokamtarlikka kirar. Mana masalan, o'tgan kuni bitta akam bor, ko'pchilik taniydi uni, anaqadan emas. Show biznesdan emas, biznesmen, puli bor bola. O'tiribmiz, aytayotdiki, nimadan sen anaqa qilasan dedi. Nima bor hayotingda dedi. Men borni aytdim, hech narsa. Masalan, ichasanmi not yo'q, chakasanmi yo'q, даже kalyan chakmayman, masalan. Tortasanmi yo'q, deyapman. Nima bor dedi. Yaxshi ovqat bo'lsa, deyapman. Yaxshi yonida bir shakarsiz, yaxshi napitka bo'lsa, ili choy bo'lsa, menga zo'r kulgi bo'lsa, ana o'sha zalga bormasam bo'lmaydi.
pari ishlamasam bo'lmaydi, kurash ishlamasam bo'lmaydi masalan. O'shasi bo'lmaydi desam, hamma bir xil javob beradi. Kim masalan 50% aytadi, "Молодец" deydi. Qolgan aytadi, "Молодец, no, sen hali yosh ekansan" deydi. Sen sal kattaroq bo'lgan, buni o'zi yetmay qoladi senga deydi menga. Sen ham shularning qaysi birlarinindir o'tirib qolasan, shuni qaysi birigadir deydi menga. Shahzod hozirgi bergan fikringizga olqishlaydigan fikr, zo'r fikr, lekin hozir savol tug'iladi-da. Nasha chakib ko'rmagan odam, aroq ichib ko'rmagan odam, qizlar bilan yurib ko'rmagan odam, qattan siz tushunib yetgansiz ularning yomonligini. Kuzatuv aka. Bormi shunaqa odamlarga duch kelingan? Shunaqa, mana qarang. Yoshligimdan nimagadir men o'zimdan yoshi katta insonlarni ko'rganmanki, ichadiganini, chakadiganini, oilasiga xiyonat qilib yuradiganlarni ko'p ko'rganman. Ular yaxshi bo'lib ketmadi-da. Xor bo'lib ketdi ko'p. Yaxshi sasyanadiganlar ham xor bo'lib ketdi. Menda misol uchun Alloh tomonidan balki shunaqa xislat berilgandir. Ko'raman, qilmayman. Ko'raman, qilmayman. Ko'raman, qilmayman. Balki o'sha instinkt berilgandir menga. Oldindan shunaqami Shahzod? Yoshligimdan, bolaligimdan shunaqaman. Bolalikdan, kichkinalikdan shunaqaman. Hop, bo'lmasam bugungi kundagi Shahzod Sultonov atrofidagi do'stlari kimlar? Ijodiy yondashadigan bo'lsak, hamkasblar bilan, hammasi bilan juda yaxshi salom-aligim bor. Lekin ulfat emasman hech kim bilan. Choyxonada o'tirmayman. Lekin hamma bilan zo'r salom-alik, oqibat kerak bo'lsa menga qanaqadir ish tushsa men qilib beraman, meni ishim tushsa ular. Lekin mana shunaqamiz. Lekin mana shunaqa choyxona, gap juda kamdan kamda. Lekin o'zimni bundan tashqari zaldagi o'rtoqlarim, yoshligimdan katta bo'lgan o'rtoqlarim ko'proq akalarim. Umuman shu biznesda emas ular. Ko'proq akalarim. Shular bilan ko'proq. Demak, ular ham boyagi illatlardan uzoqdagi odamlar. Ko'pi shunaqa bitta kirib toba qilib chiqib olganlar. Peshonasi urilgan. Ha, urilib chiqib olganlar. Mana shunaqa. Hozir bitta narsaga to'xtaldik-ku, o'sha narsaga sal chuqurroq to'xtalmoqchiman. Ajrashmaylar degan gap gapirildi-yu. Bitta psixolog chiqdi. Erkak aybdormi, ayol aybdormi degan savolni qo'yib, bir kontent qildi-da. Bugun uni fikrlaridan men bir anaqa keltirmoqchi emasman, u shaxsiy fikrlar. Kim aybdor ko'proq degan savolga qanaqa javob bergan bo'lardi bugun? Ha, qayerdadir ayol aybdor, qayerdadir erkak aybdor. Cho'rtsnim deydi-yu. Lekin bolalar nima ayb deydi-yu. U bolalar hozir eng qizig'i otani yoki onani xatosi evaziga bolalar yetim bo'lib qolganligi bor, ko'payib boryapti. Haligi bir ZAKS xodimasi ham aytdi, bugun oila qurayotganlardan ko'ra ajrayotganlar soni ko'p ekan balansda-da. Va bu narsani qanaqadir deshoviy holatga, ya'ni normal holatga qo'ydi. Ishda normal nima bo'libdi? Shunaqa to'g'ri kelmadik bir-birimizga deyapti-da. To'g'ri kelguncha bola yasa bo'lgan, o'sha bola bor-da. U bola bir shaxsda, men o'zim ham qo'yib ko'raman-da. Meni nima aybim bor? Ota yo ona xato qilgan nima? Men otasiz yoki onasiz yoki o'gay otani qo'liga o'tib qolishim, o'gay ona qo'liga o'tib qolishim kerak degan savollar tug'iladi-da. Kelajakda katta bo'lgandan keyin mana misol uchun bir shaxs bo'yitilganda oshna og'ayni bo'ladi, sinfdosh bo'ladi, ajrashgan ota-onasi, onasi mamnun qilib qo'ygan yoki otasi mamnun qilib qo'ygan. Nima sababdan deb o'ylaysiz? Bunaqa deshoviylashib qoldi? Kuzatganim aytaman aka yana, chunki men har doim shunaqa gapirishni yaxshi ko'raman. O'zim qila olgan ishni, o'zim ko'rgan, guvohi bo'lgan narsani aytishni yaxshi ko'raman. Endi siz aytayotgan ajrimlarda bitta tarafni ayblab qo'ya olmayman, chunki men shunaqa oilalarni ko'rganman. Oilasida go'sh yo'qdi, lekin bo'nida shu narsaga должен bo'lgan erkak kishi dachaga ketyapti. Masalan, oilada go'sh yo'q, misol uchun, non yo'q, produkt yo'q, bu narsa yo'q. No vijdon zo'rda, qayerdadir masalan aytadi, men deydi, men chestimga tegding. Men chestim uchun so'rab olaman. Mana shunaqa gaplashadi-da, o'tda. Bu yerga chest qani, o'zi asosan bu yoqda edi seni. Qilishing kerak bo'lgan narsa va bo'yningdagi narsa. Ha, albatta, bu narsani qilmadingmi, ko'cha-ko'yda men chestimga tegdi seni gaping degan gapni gapirish kerak emas-da. Kalla yo'qda, o'zi umuman bunday olib qarasangiz. Mana bunaqa hollarda erkak kishi aybdor. Men rosti ko'p ko'rdim, bolasiga nima deydi? Bolasidan pul ayab, bolasiga qaramasdan, bolasidan pul siqib, puli bo'lsa ham yurgan odamlar zo'r bo'lib ketmadi.
Ko'rdim, juda ko'pini ko'rdim-da. Bolasidan pul oladi, lekin mashinasiga magnitofon qo'yadi. Mashinasiga magnitofon Diska qo'yadi. Ha, diska qo'yadi. Shu yoshligimda ham ko'rganman-da. Marshrutkami-di, Mers marshrutkami-di, jazzor eslolmayman. Importniroqda, ana oddiy ko'chada yurgan marshrutkami, shundan Mersligimi-di. Qoldimda poliklarni yuvib turibdi-da, masalan, uni ham uyda bozori yo'q, tam xotinini olyapti. Bozor butun emas. Butun emas, masalan. Bunaqa hollarda erkak aybdor. Endi hozir sababini keltirsak ketaveradi, bitta keltiradigan bo'lsak, bunaqa paytda erkak aybdor. Ayol aybdor paytida mana buni ham kuzatganim aytaman. Bitta akam bor, ajrashdi. Nimaga ajrashdingiz desam, Instagramga kirar ekanda, o'sha zo'r gullar olib kelib berishsa, sovg'alar bersa, biza qachon shunaqa yashaymiz derkan. O'sha akamga, biza qachon shunaqa yashaymiz, menga qachon olib kelasiz? Shu savolni beraverar ekan. Sabr qilmagan, boshqa qilmagan, shundan ajrashibdi. 2 marta oila qurgan, 2 marta ajrashgan, ikkalasining ham sababi shu. Buni holida ayol kishi aybdor. Instagram tufta o'rtoqlar, ishoninglar, internet tufta, u narsalar hammasi. Mana bloglar qilib, kontentlar qilib yuradi-yu, Shahzod o'zi ham. O'sha yerda shunaqa narsa ko'rsatiladi-da. Haqiqiy hayotda qiynalayotgani, boshqa o'tgani ko'rsatmaydi. Boshqa blogerlar ko'rsatadi, falonchi uy yonib ketdi, falonchi kasal ekan, shunga pul yig'yapmiz deb ko'rsatadi. Lekin asl hayot, haqiqiy hayot unaqa gullardan iborat emas. Ana yozilgan bo'ladi, mashinalarning nomerini ustiga. Akamga, xotinimga, singlimga, otamga degan mashinaga yozilgan. Ular ham risovkada, risov. Chunki men bir ikkitasini metrolarda ham ko'rib qolaman-da, chunki televideniyega borganimda metroning oldida o'tib qolganini ko'raman, bir ikkitasini metroga tushib ketayotganini ko'raman-da. Men ularni kamsitib aytayotganim yo'q, lekin u o'sha ijtimoiy tarmoq uchungina ishlatiladi. Hurmatli singillarimiz, ayollarimiz unaqa narsaga aldanib qolmaylik. Keyingi savolim, aktyorlar ham, xonandalar ham, shoirlar ham, bizga o'xshagan blogerlar ham, ya'ni shunaqa intervyu oladiganlar ham yoki umuman boshqa kasb egalari ham, doktorlar bo'ladimi? No, hayotda gavjum joyga borib mashinada o'tirib, chetdan kuzataman. Asosan bu banisada, bozorda, zapravkalarda ko'raman-da. Siz o'zingiz nuqtai nazardan kelib javob bersangiz bo'ladi. Kimdir, kimlargadir nimanidir isbot qilish uchun harakat qilib yuribdi. Yoki yana nimadir uchun harakat qilib yuribdi. Shahzod Sultonov bugungi hayotda, o'zining hayotida kimga nimani isbot qilmoqchi yoki nima uchun yashayapti? O'ziga savol beradimi shuni? Aniq. Javobi aniq. Ota-onamga o'zi avvalo yaxshi hayot qilib berishni xohlayman. Har doim shu bo'lgan. Yoshligimda chamda Xudodan hamnaqa narsa so'rardim-da. Xudo derdim. Xullas, shunaqa derdimki, meni umrimni ham onamga bergan derdim-da yoshligimda. Shunaqa tinmay so'rardim-da shu narsani. Bolaligimdan shunaqa bo'lardi. Endi bu juda balki yaxshi ko'rganimdandir, balki boshqa narsadandir. Shunaqa bo'lardi. Men ota-onamni birinchidan yaxshi hayot qilib berishga harakat qilyapman. Ikkinchidan ular mendan faxrlanishini xohlayman. Shu bola mana shunaqa odam, mana shunaqa bola. Короче, mana shu narsani orzu qilib, shuni harakatida yurinman. Bo'ldi. Masalan, ana nima deydi? O'shaning uchun ham ko'proq naqdi bor joyga boraman-da. Bitta narsani mamini qilgan, kelajakda mana bunaqa bo'ladi, mamini qilgan, kelajakda mana bunaqa bo'ladi. To'xta, mana hozir mana naqdim turibdi, mana shunga borib kela qolay deyman-da. O'shaning uchun ko'proq ishda ham shunaqaman. Oddiy misolda, albatta kelajakda nima bo'lishini vaqti taxminan ham bilib bo'lmayapti-da. Neft qanaqa qimmat narsa? Mana Dubay neftini sotib qanaqa darajalarga erishdi? Neft kelajakda o'zi kerak bo'ladimi degan savol tug'ilyapti hozir. Elektromobil bo'lib ketdi, yo'q, kerak bo'lar gazga nimagadir. O'zi hozirgidek kerak bo'larmikan? Hozirgidek qiymati bo'larmikan masalanda? Oldindan aytib bo'lmaydi, to'g'ri. Aytib bo'lmaydi o'shaning uchun. O'shaning uchun har doim menda shunaqaki naqd ishimga boraman ko'proq. Nimaga? Hozir ularga qilib olay. Hozir nimadir olib borib beray deyman. Ertaga qoplab puli bo'ladi, imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Masalan, demak, mana shu gapingizdan keyin men o'ylab qoldim-da, mashinaga sal chuqurroq to'xtalik. Nima sabab bo'ldi? Meni ham umrim onamga qo'shib bersin, bu
boshqacha gapda uncha odam gapirolmaydi, hozir uncha odam xayoliga ham kelmaydigan narsa-da, bu nimaga birdaniga unaqa, ha, onamga yaxshilik qilib bering. Bizda hozir internetda odat bo'lgan, ilohim odat bo'lsin, men roziman. Onam hajga olib boring, umraga olib boringdan ham afzalroq deb bu gap prosta aytilmaydi-da, Shahzod. Meni ham umrimni onamga qo'shib bersin degan niyat bo'lardi yoshligimda deyapsiz. Nima sabab bo'lganmi? Hech narsa. Masalan, nima deydi, anoja oyim kasal bo'lib, unaqa narsa ham bo'lmagan. Yaxshi ko'rib shunaqa dedim. Qachon siz boshlagansiz ani qadrimni? Hozirgi aytgan duoyimni men Xudodan 2-sinfmidim, birinchi, ikkinchi, uchinchi mana shunaqa paytda so'rardim-da. Mana shunaqa paytda aytardim. Xuddi o'lasiz, что qiyinda yoki qo'rqardim-da ularni yog'ochdan. Mana shunaqa bo'lardi. Bilmayman nima unaqa bo'lardi. Endi bolalarcha fikrlaganmanmi balki, uni bilmayman misol uchun. No, aniq eslayman, mana shunaqa qilardim. Mana shunaqa bo'lardi. Hech onangizga achinganmisiz? Voy, rosa ko'p. Nimadan achingansiz? Ko'p, rosa ko'p achinaman. Oddiy ishoning, agarchi uyda u ish qilsalar ham achinaman. Mana shunaqa. Bo'lsa o'zlari aytadi, menga yoqadi mana shunaqa qilib qo'yish, menga fizkultura deb qo'yadilar-da. No, achinaveraman. U to'xtamaydi menda, tushunasiz. Achinish. Shahzodga onasi achinganda qanaqa o'zini ayblaydi? Unga ko'p o't bergan, janglarga chiqib. Ha, endichi yana bitta narsani aytgan bo'lardim onalarga. Ona bolasini o'ylaydi. Bola qachon zo'r bo'lib maza qilib yuradi. Onasi ko'proq kulsa, onasi ko'proq o'zini ehtiyot qilsa, ha deb jon kuydirurmasa ham bolasi uyli bo'ladi. O'zi yemay bunga berib unaqa qilmash kerak. Chunki oshqozoni kasal bo'lishi bor, boshqa bor. Ona kasal bo'lib qolsa, shu bolaga tatimaydi. Uy qancha tinch bo'lsa, bola shunchalik zo'r muvaffaqiyatlarga erishadi. O'shaning uchun o'ylayman, qakradi ona. Allo. Ona, assalomu alaykum. Ona, qattasiz? Ha, uydamiz. Ona, men anaqada edim, syomkada edim. Shunda chiqib qo'ray, hali qilsam olmadingiz-da. Ha, bo'ldi. Ha. Nima deyotdim aka? Ona ham bolasi o'ylaydi. Ha. Qancha ona o'zini zo'r parvarish qilsa, boshqa qilsa, bola ham shuncha gullab yashaydi. Ana zo'r ishlar bo'yicha ketyapti-da bola. Ona nima desa bo'ladi. Ana o'zini nima deydi, bolasini o'ylab o'zini kasal qilib qo'ygan. Bo'ldi, bolani xayol uyda bo'laveradi. Onasida bo'laveradi. Xavotir olaveradi, boshqa qilaveradi, yaxshi anaqa qilmaydi. O'shaning uchun men shuni maslahat bergan bo'lardim. Har bir inson, men oilada nechta, masalan, 4 tadir, 5 tadir ota-ona, aka-uka, yana singil nimadir. Hamma o'zini ehtiyot qilish kerak, o'sha oila baxtli bo'lishi uchun. Bitta odam o'zini jertva qilish kerak emas. Bitta odam jertva bo'lib qolganlarga tatimaydi u. Muvaffaqiyati ham, o'sha dang'alam uyi ham yoki qanaqadir mashinasi ham tatimaydi. Bitta odam jertva bo'lib ketib qolsa-da. O'shaning uchun o'zini o'ylagan holda, o'sha aytadi-ku, men o'tib qolsam deydi, bir xil odamlarni bilaman-da, bolam nima qiladi? Voy, Alloh o'zi hamma narsasini beradi, o'zi boqib oladi, o'zi boshpana beradi, rizqi bor joygacha boradi albatta. U uchun o'zi yemay yedirishi, o'zi boshqa qilishi shart emas ota-onani. O'zini kasal qilish shart emas. O'zi umuman bu narsa noto'g'ri. Men yemay yedirdim deyshadi-yu, noto'g'ri narsa u. Albatta. Berildi, olib kirib berdingiz. Unikiydi. Berildi, yana olib kirib berdingiz. Shu o'rinda yana bitta endi qarindosh urug' va shunaqa oila haqida hozir mavzu ketyapti. Bitta narsani aytib o'tishim kerak. Ba'zi hollarda ko'ramiz, masalan, arzimagan narsani jigarlar bir-biridan qizg'anadi-da. Masalan, aka-uka yoki bitta hovlida yashaydigan bo'lib qoladi-yu. Meni bananimni sani bolang yeb qo'yibdi yoki anaqa deydi-yu. O'sha banan bori qorayib musurga ham ketadi. Ovqatimizdan qolamiz. O'sha ko'p qoladi, mana hammamizning uyimizda bo'ladi. Go'shtli ovqat qilsangiz ham shunaqa vaziyat bo'ladi, aynib qoladi. Bir qozon, yarim qozon ovqat. Ha, ko'chada bo'lib qolamiz, ertasi kuni yana ishda bo'lib qolamiz, hamma uy a'zolari, oila a'zolari.
o'sha yarim qozon go'sht ovqat musorga ham ketadi-da. Masalan, qizg'anmaydi demoqchiman bir-biringlardan. Yana bitta narsaga bemalol kutaverib vaqtimiz aka. Ha, bemalol. O'zimni, misol uchun, sovetlarimni men do'stlarimga berib yuraman, so'rasa. Yaqinlarimga ulashib yuraman, lekin bu yerda juda ko'p inson ko'radi. Balki foydasi tegib qolar deb o'zimga ravo ko'rgan narsalarni aytib ketmoqchiman-da. Kimdir bolasi institut o'qiydi, kimdir yaqini, kimdir misol uchun ukasini otalik qolganda, ukasiga kunlik rasxod beradi yoki kimdir uylangan xotini o'qishda o'qiydi, xotiniga kunlik rasxod beradi. Bitta voqea esimda-da, men institutda o'qib yurgan paytimizda mendan hech qachon puldan muammo bo'lmagan, chunki men ishlaganman-da, ishlab o'qiganman. Har doim ko'p pulim bo'lardi. Bilmadim, Alloh shunaqa erkalatib qo'ygan deyman. Har doim pulim bo'lardi. Juda ko'p pulim bo'lardi. Borish kelishga ham, kontraktga ham kerak bo'lsa-da, shunaqa ishlaganman. Obed payti chiqardik katta tanaffusda. Hamma kursdosh bo'lib o'tirib oladi yerda. Bir xilgi bolalarda pul bo'lmasa-da, telefoniga qarab o'tirardi. Hammani oldida tarelka ovqatda u mamnun. Siz nima yeysiz? Bolalar yeyveringlar, meni qornim to'q dedi. Qornim to'q emas uni, qorni och. Shu pul bo'lmay qolgan, kela olmay qolgan, shu kelish kerak bo'lgan joydan u shunaqa yemayman deb o'tiribdi-da. O'sha paytda bir 15 ming bilan bitib ketadigan ish. Hozirgi davr puliga solishtirsa, 30 ming bilan bitib ketadigan ish. Shu 30 ming arziydimi uni yelkasini siqib turishga? 30 ming so'm arziydimi o'sha joyda kursdoshlarini oldida uyalib qolishi, qizarib, u o'sha yerda mayli katta tanaffus deguncha shunaqa o'tiradi, u kun bo'yi o'sha narsa unga ta'sir qiladi. Qila olmaganligi, yeya olmaganligi. Kimman deydi, shu ovqatimni ham yeyolmayman, kambag'almanmi, bu endi u yoshda o'tiradi-da, men sog'lig'ini to'kib tashlaydi, siqib tashlaydi-da. O'shaning uchun aytmoqchimanki, kimdir hozir kimgadir otaliqqa olib qo'yotgan bo'lsa, bolasiga yoki xotiniga yoki shu o'qishda o'qiydigan boshqasiga, shu 50 mingdan berib olsalar, o'shani 80 ming qilinglar. Yoki 100 mingdan beringlar, imkoniyatingiz bo'lsa demoqchiman-da, yo'l kirasiga boshqasiga bemalol borib kelsin. Uni siz o'sha 30-20 mingni yig'ib qo'ysangiz ham u Kanada chegarasiga borib olmaydi-da u pul bilan. Undan ko'ra uni bemalol o'qisin. Nima deydi? Siqilmasdan o'sha o'qigan narsasi ham miyasiga kirsa, ertaga butun shaharni sotib olib bera olishi mumkin-da o'sha odam. Qanaqadir arzimagan pulga yelkasini siqib, sarg'ayib turishini umuman xohlamayman. Arzimaydi ham-da. Odam 30 ga chiqdi, bitta uy soldi, to'g'rimi? Yaxshi uy qildi, mashina qildi, misol uchun. Shuna vaqti keladi-ku, shuna topshiradi-da, bitta o'zi javob beradi. U ulgurmaydi o'shani yeb ham tugata olmaydi-da. Shunaqa hamma narsa qolib ketadi, bosh qiladi. Undan ko'ra, bormi qo'lingizda, bormi, yo'qlarga aytmayman. Yo'q bo'lsa, o'sha sharoitdan kelib chiqib ekonom variantda yashaylar har doim. Bor bo'lsa beringlar lekin. Bor bo'lsa beringlar, qiynalmasin. Bemalol qilsin. Shahzod, har bitta qilingan narsani badali bo'ladi-da. Yaqinda bir narsani ko'rdim. Siz ham hayotingizda bo'lgan narsa. Men o'zim borib duo so'radim shu odamdan. 47 yoshli odammi, o'g'li? Necha yosh bo'lishi mumkin? Bo'lsa 19-20 yosh bo'ladi-da. Vaqtida uylanganmiz. Ungacha ham bu holatlarni ko'p ko'rganmiz. Hozir ham gapirib o'tdik bu narsani. Otalarga farzandlar mashina berishi. Yosh bo'lib bir farzandi birinchi maqsadida, men o'zim yoshini hisoblasam, birinchi maqsad shu qilgan va erishganda. O'kaydi, men havosim keldi 47 yoshli odamdan-da. Men duo qilayman, ham farzandim shunaqa bo'lsin. Gap mashinada emas. Shu narsa kallasiga kelganida u bolanda. Yoki bo'lmasam aksincha, otasini yo onasini xafa qilib qo'yish ham mumkin. Hozir faqat yaxshi narsa haqida gapirish, Shahzod ham bilibmi, bilmayman, ranjitib qo'yib, niudachaga tushib qolgan holati bo'lganmi? O'zi bilmasdan, yo otasini yo onasini. Shuni ham aytib ketaylik, chunki hozir biza maktab o'quvchilarini, institut o'quvchilarini kanikul paytida qo'yamiz-da bu ko'rsatuvni. Bu kanikulda rosa ko'p imkoniyat bo'ladi ota-onaga yaxshilik qilishga ham yoki xafa qilib qo'yishga ham. O'shalarga qaysidir ma'noda bu ham amaliyotdagi, sharoitdagi narsa bo'ladi-da, mavzu bo'ladi. Marhamat, nimadir bo'lganmi shunaqa bilmasdan xafa qilib qo'ydi, onasini yo otasini ranjitib qo'ydi. O'sha kuni ish yurishmagan. Menda bo'lganda u narsa. To'shni esladim aka. Aniq esladim. Meni ham bunaqa odatim bor. Boyiga
mavzuda ham javobim shu yomon taraf boru. Men yoqtirmayman mana bu narsani mana. Uyimda meni o'zim yig'ishtiraman kiyimni, men tegmaylar deyman. O'zim yig'ishtiraman. Kirim yuvmaylar, o'zim yuvaman deyman-da. Mabodo kimdir yig'ishtirib qo'ysa, jahlim chiqib ketadi-da, gapiraman, tegmaylar deyveraman-da. Mana shu mavzuda onam xafa bo'lgan bir marta. Endi lekin bunday olib qarasangiz, men urintirgim ham kelmaydi-da birovni. Birovga men shunaqamanki, vobshe og'irligim tushmasin birovga. Umuman eng yomon ko'rgan narsam shu. Lekin shundan oyim xafa bo'lganlar. O'shaning uchun yig'ishtirursinlar. Agar sizlar ham mendagi shunaqa odatinglar bo'lsa, tegmanglar men narsamga. Tegursinlar, keyin o'zinglar sartrofga qolasizlar. Oybek Sultonov emas, ada sifatida Oybek Sultonov kim siz uchun? Otani o'rni qanaqa? Otani o'rni katta, aka. Mana adam o'sha qattiq qo'lliklari bilan joyi kelganda o'zim ham juda erkalatganlar-da, nechidir yoshimgacha. Shu Islom 14 yoshimdan, shu 10 yoshimdan bitta o'zgarib olganlar keyin. Juda qattiq qo'l bo'lib ketganlar. Men kulib yuradigan bola bo'lganman-da, tinmay kuladigan bola bo'lganman. Xursand, masalan, mana shunaqa o'tirsa ham xursand bo'laveraman, kulaveraman. Adam aytganlar, o'g'il bola bunaqa kulavermaydi, ha deb kulavermaydi. Endi umuman o'zgarib menga tarbiya berishni boshlaganlar. 10 yoshimgacha juda erkalatganlar. Undan keyin shu darajaga olib kelganlarki, meni erkalatsalar, adam meni erkalatmayman, men katta bo'lib qoldim deydigan darajaga olib borib qo'yganlar-da. Zo'r qilganlar. Zo'jozima juda nima deydi? Jiddiylikdan o'zini nazorat qiladigan. Ha, jiddiylikdan juda uzoqlashib ketgan bo'lardim balki. Masalan, adam o'rni katta, men hayotimda juda adam o'rni bor. Masalan, sportga birinchi olib borgan adam 3 yoshmi, 4 yoshimda berib yuborganlar. O'sha yerda kaltayib, yig'lab, trenovatka qilib, mana shunaqa qilib qiziqib ketganman. Sport bo'yicha-da. Lekin mana misol uchun bitta sport-ku deyshadi-yu, oddiy misol sport o'rni vobshe katta erkak kishining o'rnida. O'zi umuman insoniyatda-da. Shu taraflama keyin san'atga qiziqishim, boshqam. Adam yoshligimda meni Bruce Lee'ning diski bilan o'sha kasetasi bilan Anaconda kino bo'lardi. O'shani qo'yib berardim, o'shani ko'rib o'tirardim. O'shandan boshlanib ketgan ekanda o'zi qiziqishlarim boshqam. Namoz o'qish adam o'rgatganlar, Xudoni tanitganlar. Har doim mana bu narsani qaytaverardilar-da. Ko'nglingni toza qilgan, nazaringni to'q qilgan deverardilar. Mana shu ikkita narsani qaytaverardilar. Qaysidir o'rtog'ing yoki qaysidir tanishing nimadir oldimi, voy havas qilgan. Xudo degan menga ham bergan. Mana shunaqa narsani hammasini adam o'rgatganlar. Namoz o'qish, shu ko'ngilni toza qilish, birovga hasad qilmaslikni faqat mana shu adam qulog'imga qo'yaverganlar. Shu Foizlarga tabaqalasak, Shahzodda bugungi mavqeini necha foiz otadan, necha foiz onadan? 50% adamdan, 50% oyimdan. Mana bunaqa qilsa ham bo'ladi. 100% adamdan, 100% onamdan desam ham bo'laveradi. O'rni bor. Xo'p, ba'zi bir hokimni, vazirni, bir mansabdorni bolalarini ko'rib qolamiz-da ko'chada. Ketib yurgan 3 tonaga chada solib berganda, lekin ko'chada yurganda men o'zim shunaqaman tutib yuradi o'zlari-da. Lekin shunaqa vaqt soatlar bo'lgan, Shahzod Sultonov emas bo'lgan paytda Oybek Sultonov o'g'li bo'lib yurish tarbiyani qanaqa ushlab qolgan, u erkatoy bo'lgan, 50 nazaridagi odammi o'g'li bo'lgan, o'shalardan regirovkasidan chiqib ketib qolmay, quyushqondan oshib ketmasligiga qanaqa ushlab qolishgan. Bo'lgan-ku, bilamiz-ku, biz ham o'sha paytda ko'rganmiz, o'sha Oybek Sultonov o'g'liman deb faxrlangan holatlar ham bo'lganmi yoki qaysidir joyda haddidan oshib ketishlar ham bo'lganmi, bo'lmaganmi? Menda bo'lmagan aka. Aniq tochka vergulgacha eslay olaman. Aqlimni tanigan yoshimdan eslay olaman. Hech qayerda men mana shu odam o'g'liman demaganman. Hech qachon aytmaganman. Hech qachon quyushqondan chiqish ham bo'lmagan. Mana shu yoshimgacha eslay olaman. Hech qachon bekordan bekor birovni burnini qonatmaganman. O'zim birovni so'kmaganman. Menda hech qachon unaqa bo'lmagan. So'chi meni tanigan, mana shu yoshligimdan tanigan odamlarimdan so'rab chiqsangiz ham hammasi aytadi. Realni Shahzod shunaqa bo'lgan deb aytadi. Javob. Adam faxrlanishcha. Adadan endi adam o'zini mehnatlari-da, aka. Ada o'g'lining orqasidan faxrlanish. Ha, u zo'r bo'lgan. U juda ko'p u. Unaqa san'atkorlardan oddiy odamlar, mahalla ko'y
Hamma aytadi, o'g'lingiz zo'r bo'libdi. Adam menga yetib keladi shu narsani. Aytib gapirib o'tiradilar. Hazrat ana odam ham bunaqa ko'z tegmasin, juda ko'p bunaqa ta'riflar. Oyimga ham aytishadi, adamga ham aytishadi, akamga ham aytishadi. Balki noloyiqdir bu narsaga. Uni u insonlar aytyapti masalan. Lekin rosa ko'p. Mana o'zimga ham aytishadi. O'g'lim senga o'xshasin, eng ko'p keladigan ta'rif shu. Zo'r. Bu ishlab topilgan narsa. O'tgan intervyudagi bitta holat bo'yicha savol beraman, keyingi savolga o'tishimdan oldin. 200lamachi shakalla mavzusi haqida gaplashgan ekanmiz-da. Atrof tozalandimi? Shunaqa odamlar bor. O'sha payt ham toza edi. Yo'q, shunaqa odamlar bor. Oldinda yaxshi gapirib turadi, orqamda yomon gapirishi mumkin bo'lgan odamlar deyilgan ekanda o'sha yerda intervyuda. O'shanaqa odamlarni ajratib oldimi, ya'ni elingdan o'tkazib oldimi? Hayot mana 3 yil bo'libdi shu gap suhbatga. Shunaqa odamlar ham bor deyilgan ekan. O'sha odamlar haqida. Esladim. Mana bunaqa mavzu bo'lgan. Men kuzatganman davomman, bizdan yoshi katta bo'lsa ham kimnidir yomonlab turadi, oldiga kelgandan keyin uni maqtaydi, ketgandan keyin yana aniq esladim. Pamit yaxshi. Endi unaqa insonlar menda do'st yoki tengdoshlarim demak, yosh kattalarni kuzatganman va unda aytganmanki, hech qachon ular bizning hurmatimizni qozona olmaydi deganman. Va hozir ham shunaqa, bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Menimcha hayot o'zgarmasi kerak bu mavzuda. Neft kerak emas bo'lib qolishi mumkin, lekin bu mavzu o'zgarmaydi menimcha. Masalan, o'zi avvalidan ko'p o'tirmagan unaqa insonlar bilan. O'sha payt qaysi o'rtoqlarim bilan o'rtoq bo'lsam, hozir ham o'sha o'rtoqlarim, o'sha akalarim hali ham bor. Yo, u akalarim emas, o'sha ulfatchilik qilib, birga yuradiganlarim o'sha paytdagilar hozir ham bor. U odamlar hozir ham bor va hozir ham o'sha pozitsiyada ular. O'sha xarakter, o'shanaqa. Odam o'zgarmaydi, aka. Odam o'zgarmaydi. O'zgarishi mumkin. 1%, 99% odam o'zgarmaydi, 1% o'zgarishi mumkin yaratganning mo'jizasi bilan. O'zi hech qachon o'zgarmaydi. Ishonavering. Yoshligida qanaqa misol uchun biz ham sizlardan ancha kichkinamiz, to'g'ri, lekin ko'rdikda yoshligida qanday bo'lsa, hozir nechadir yosh hali ham o'sha fe'lat bor. Xuddi o'sha nimadandir xafa bo'lishi ham o'zgarmagan. Qaysi mavzuda negativ gapiradi, u ham o'zgarmagan, ichi qoraligi ham o'zgarmagan, hech narsa o'zgarmaganda. 15 yil, 16 yil yoki 20 yil oldin tanigan odamlarimiz ham shunaqada. Shahzod sinfdosh, haqiqiy do'st, kursdosh yozilmagan qonunlari bormi Shahzod o'zi uchun belgilab qo'ygan normativlari? Kursdosh, sinfdosh yozilmagan qonunlari? Sadoqatli do'st qanaqadir yozilmagan qonuni bo'ladimi? Har bitta odamda o'zining mezoni bor-da, o'lchovi bor-da, misol uchun. Haligi bir internetda ham aylandi-yu, bironta o'rtog'ingiz kelib turib bemalol cho'ntagingizga qo'lini tiqib pulni olyaptimi, bilingki, u sizga shunaqa ishonadi. Deb misollar keltirishgan haligi. Ayinchalar bor, shunaqa chiqarib, shunaqa narsalarni gapirishadi, boshqa. O'shami o'lchov yoki deyman-da, o'sha bilan belgilandim deyman-da. Yoki bo'lmasam sinfdoshlar orasida shunaqa gap yuradiki, faqat janozada ko'rishyapmiz deb qolishadi. Bir-biriga oqibat qilishda vaqti bo'lmaydi. Faqat janozalarda o'lim bo'lsa, lekin boshqa payt borib xabar olishmaydi, lekin o'sha har oyda yig'iladiganlar 6 oyda, 3 oyda yig'ilib qolsa, shunaqa bir mehribon do'stdek ko'rinishadi-yu, lekin birontasiniki besababdan borib, oilang tinchmi? Ro'zg'oring butunmi o'rtoq? Nima kamchiliging bor? Ota-onang yaxshimi? Demaydi-da, lekin aslida. O'shaning uchun bu savolni beraman. Shahzodning qarashida qanaqa bugun Shahzod bilan suhbat qilganmiz. Undan oldingi 3 yil oldingi suhbatda ham bitta ko'ringlar bir-biridagi farqini izohda yozib ketasizlar. Nima bor qonun qoidalar yozilmagan? Shu qanaqa bo'lishi kerak o'z aslida? Anu birinchisini aytib o'tib ketaman, o'zim rakursimdan, o'zim boshimdan o'tganlarini. Meni kursdoshlarim, men o'sha institut o'qiyotganimda bunaqa ijodga kirmagandim, misol uchun. O'sha payt qanday bo'lsam, hozir ham shundoqligimni ular aytadi menga. Bitta shu o'zgarmadi deb menga aytishadi. Ularning gapi. Keyin siz gapirib yurasiz, ichimda shunaqa narsalar o'tdi. Men hayotim o'z zo'rligini bilardim. Yana bir karra siz gaplaringizdan ishonch hosil qildim. Men hayotim действительно zo'r ekan. Atrofimdagilar ham bu masalada ham. Qarang, siz aytyapsiz, janozada yig'ilib qoldi, boshqa qoldi. Meni o'rtoqlarim shunaqaki, yoki qarang. Joyi kelsa, o'zi har kuni ko'rishamiz, почти. Через день yoki bo'lmasa bir 5 kunda bir uzoqida cho'zilib ketgan. Shunchaki telefon qilib, o'rtoq qalaysan?
Haqqa hammamni ketaman. O'zingchi hammamni ketaman. Hammasi normalniymi? Bo'ladi hamda har doimda. Kulgi aytdi. Trenerda endi u qo'lida ko'p shogirdlari bor. Hech kim xafa qilmayaptimi? O'rtoq, endi sen san'atkorsan, boshqasan bilaman, o'zing ham dostoynisan, anaqa qiladi. Bu kim xafa qilsa, ustidan yugurib o'tib ketamiz. Do'stim, sen uchun mana shunaqa gaplar gapiradi. Mendan har doim xabar oladi. Oilang tinchmi? 3-4 ming bormi? Mana shunaqa akalarim ham shunaqa. Tengqur do'stlarim ham shunaqa. Endi siz bekorga bu mavzuni gapirmayapsiz. Xalqdan ovozsiz yoki berilgan savol balki o'zingizni hayotingiz yoki do'stingizni hayotida bo'lishi mumkindir. Men hayotimda shunaqa, bolalar hali ham shunaqa. Masalan, mana to'y arafasi-ku. Ishonasizmi, aka? Akam qo'yibdilar-da. Nima kortej qilmoqchisan, deyaptilar. Rolls-Royce shunaqa. Bo'ldi, yozdirib qo'ydim. Aka, nech pul? Nima deyapsan, qo'yib qo'yadi telefonida. Keyin akam chiqib, aka, dejurniy sostavingiz bor shunaqa. Nech pul bo'ladi? Ticho, bratan, deyapti. Yana dejurniy sostav chiqyapti-da, boshqasi. Yaxshimisiz uylanayotgan ekansiz, bu xizmat qilaylik sidqildan. Voy, aka, xijolatman. Ammo akam menga anaqa qo'yatdi. Mayli, nasibdi. Bir sidqildan xizmat qilaylik, ukamisiz, do'dik deyapti. Borrovchilar, keyin kamera, bu hamma misol uchun men bilmayman. Mana misol uchun men ham sizni misol uchun intervyularingizni mehmonlar bilan, boshqa san'atkorlar bilan ko'raman-da. Ko'pchilikda aka, hayot mana bunaqa, odamlar mana bunaqa dedi. Men bilmayman, tushuna olmay o'tiraman ko'p ularning gapini-da. Endi bilsam o'zimda unaqa emasligi uchun tushunmas ekanman ularni. O'zimda unaqa emas ekan. Besh qo'l barobar emas-da. Vidushi masalan, gaplashgandim, kecha gaplashyapman. Aka, nech pulga chiqasan? Mana shuncha pul, yaxshi pul aytyapti. Menga nech pulga? Ticho, bratan, deyapti ya. Pul kerak emasmi, do'stsan? U ham shunaqa. Men nima deydi? Bilmayman. Yaxshi men atrofim dedi. Ana shou biznesda tanishgan odamlar ham shunaqa. Sinfdoshlar bilan qanaqa munosabat? Sinfdoshlar bilan to'g'risini aytsam, ko'rishmaymiz. Chunki men ikkita maktabda o'qiganman. Va birinchi maktabda o'qiganlarim boshqa rayonda turishadi. Men keyin ko'chib ketganman boshqa rayonga. Balki shu sabab ko'rishmasmiz, lekin hozir ham mana shu turishimdan har bitta sinfdoshimni eslay olaman. Hammasi yaxshi bolalar bo'lgan, yaxshi bolalar bilan o'qiganman. A sinf bo'lganman. Bolalar yaxshi edi. Hammasi yaxshi. Nechinchi yil bitirgansiz? Voy, eslolmayman, uni nechinchi yil bitirgan. Biz Qaysi paytda maktab kollej, bitirgansiz? Oxirgi maktab. 207-maktab bitirganman, Ulnancharskiy degan. Sinfdoshlar aytiladimi to'yga? Sinfdoshlar aytiladi. Mana shu aytaveramiz. Yo'q, aytiladi sinfdoshlar. Xo'p, to'y masalasiga o'targanmiz, o'zidan o'zi mavzuga qarab keldi baribir. Endi to'y masalasi turmush o'rtoq tanlashda nimadan ko'proq qiynalindi? Zo'r mavzu aka. Ishoning, hammani bormi deyman, 90-95% bolalarniki bilan bir xil. Men hozir aytadigan shu savolingizga javobim. Tanlanadi. Instagramim bormi yo'qmi bilinadi. Instagramga qarab bila olaman men. Udan ayol chiqadimi yoki yo'qmi? Ishonavering. Karomat emas meni gapim, farosat bilan aytyapman. 95% adashmaganman ko'p joyda. Chunki nimaga aytsangiz, endi oila qurgan tanishlarimiz bor, boshqalar bor. Aytardimda, buni bilaman men. Aniq ichini bilaman. Yo bitta bolali bo'lib ajrashadi yoki undan oldin deb prognoz berib qo'yardim ichimda-da, farosat bilan. Ko'p shunaqa bo'ldi-da. Avvalo men baxt tilab aytaman hammaga. Lekin ko'pida shunaqa bo'lgan. Misol uchun men o'zim uylanayotganimda sal kechroq bo'ldi, meni ham uylanishim. Qiz tanlash shunaqa bo'ldiki, Instagramga qarayman, agar o'zini bundan bir nimalar qo'yayotgan bo'lsa, unga uylanib bo'lmaydi. Endi u ijodkor inson ekan-da. Yo'q, u shou biznesda emas, ularning ko'pi, misol uchun men shou biznesda internet olamida ijodkor. Ha, internet olamida ijodkor o'zini sahifasida-da. Bir nima trend qilib ko'rgan, o'qigan, bu qilgan. Ya'ni noto'g'ri o'ylamaylar, unaqa bu ish qilayotganlarning hammasi yomon demoqchi emasman, o'zimga uchraganlarni aytyapman. Ya'ni hamma o'ziga olib haddini biladigani va haddan oshadigan. Ha, misol uchun menga tavsiya qilishganlarning ichida bu aldov yo'q, aka. Chiqqanlarim ham, chiqmaganlarim ham bor. Shu Instagram o'zidan orqaga qaytib ketganlarim ham bor.
tavsiya qilib ko'rsatishadi, qarayman и orqaga qaytaman. Bo'ldi. Telefon ham qilmaydi, boshqa ham qilmaydi. Nimaga? Chunki u yerda juda sevadi-da Instagramni. Keyin bittasiga savol berganman. Siz oila qursangiz, Instagramingizni yig'ishtirib olasizmi? Desam, turmush o'rtog'im shunga arziydimi, yo'qmi deb javob bergan. Endi qarang, bilan shu bitta приложениеni shunaqa solishtiryapti-da. U qanaqa qilib unga uylanasiz? Misol uchun ertaga bu meni shaxsiy sahifam, shaxsiy lичностim menga aylanib bo'lgan qaysidir qizlarga-da. Bitta blog bo'lib qolishi ham mumkin. Ko'p misol uchun mana san'atkor do'stlarimizda ham mana shu mavzuni aytayotganlar bor-da. Mana o'zimda ham bor, mana shu narsa ko'p muammo bo'lgan. Instagramga qay darajada qiziqadi yoki yo'q. O'sha narsa ko'p sabab bo'lgan, birinchi misolda-da. Keyin ko'pchilik bitta uchrashadi-da, menga mana qildi, men chiroyli ekan, o'qimishli ekan, lekin men bu narsasi yoqmaydi deydi-da, orqaga qaytib ketadi. Shahzodga yoqmaydi. Yo'q. Ko'p uchrashuvdi men, o'rtoqlarim uylanmagan o'rtoqlarim ham bor-da. Menga chiroyli qiz ekanim, o'qimishli ekan, lekin men bu narsasi yoqmaydi deydi, orqaga qaytib ketadi. Men aytaman ularga, "Voy, baraka topgur. Bittada misol uchun bunaqa qaraydi san o'zingdan o'zing birinchi kundan talablaringni qo'ysang, u aytadi, bu kim menga deydi, avtomatik psixologiyada bor bu narsa. U senga hali eri sifatida qaramayapti. Meni xotinim bo'ladigan odam mana buni qilish kerak, mana bo'lishi kerak. Uni sal 2-chi, 3-chi, 4-chi martada etsa bo'lishi mumkin u narsa. Bittada gapirib yorishini noto'g'ri deb bilaman. Balki o'shaning uchun buni ham o'zini meni bor, buni ham o'zini meni borda, kimsan sen menga bunaqa gapiradigan deydi ichida. Bu ham aytadi va bu qiz meni mana bunaqa talabimni qilmasa menga nima keragi bor deydi. Bo'ldi, 2 ta yosh ketadi. O'shaning uchun maslahatim uchrashuvga chiqqanda bittada talab qo'yish kerak emas. Asosiy savollar nima? Qanaqa hayot xohlaysiz to'ydan keyin? Bu qizga beriladigan savol. Qanaqa hayot xohlaysiz? Ishlaydigan hayot xohlaysizmi? Nima? Instagramga doim kirib, hamma hayotingizni live qilib qo'yish xohlaysizmi? Qanaqa hayot xohlaysiz deb so'rash kerak. Birinchidan, uni talablarini bilib olish kerak deb o'ylayman. Meni tanlovimda Instagramingiz bormi deganman, bor degan. Bitta ko'rsamalimi desam, qo'limga bergan telefonni. Kirganman, zakritый profil bo'lgan, keyin bulut, daraxtlarning rasmi turgan bo'lgan. 4 ta kursdoshini podpiska 7 tami podpiskasi bo'lgan. Bo'ldi, shundan keyin aytgan shu Instagram qanaqa rol o'ynaydi desa, rol o'ynamaydi degan. Shu meni ushlab qolgan. Necha yosh farq edi? 12 yosh, u 18 yosh bo'lsa, 12 yosh. Nima normativ qo'yildi unga? Masalan, o'qimishli qiz. Nima talab qo'yildi unga? Talab sen menga erga tekkaningdan keyin mana narsa bunday bo'lish kerak. Balkim shunaqa talab qo'yilgandan keyin o'tdan atvet ham bo'lgandir. Bormi? Hamma talabim, meni javobim ham bunaqa bo'ldi-da. Men oila quraman. Meni erim xo'jayin bo'ladi. Xo'jayin gapirilgan gapni qolganlar qiladi dedi menga. Shu javobda bu. Keyin o'sha tanishib, bilishib, ana qilgandan keyin, misol uchun ota-onasi bilan gaplashgandan keyin bildim. Ota korol uyda. Ota aytadi, qolgan hamma bajaradi. Bo'ldi, bingo dedim o'shanda. Bo'ldi. Tish tirnoq bilan kirishilindi, boshqa bo'ldi. Nasib to'y. 5-6 kundan keyin ZAGS. 1-2 kun 3 kun oldin merimi. Keyin hozirgi kundan hisoblasak 16 kundan keyin to'y nasib. Nimadan qo'rqildi? Qo'rqish bo'ldimi nimadandir? Chunki men nimaga aytaman bu savol beraman? Shunaqa gap yuradi-ku o'zbeklar ichida. Yaqinligiga nisbatan mehr bo'linadi uylangandan keyin deyshadi. Ya'ni e'tibor bo'linadi ba'zi oilada, chunki u qiz ham birovni farzandi, nehazlari katta qilingan, xohlasa xohlamasa. Bu avtomatik tarzda bo'ladi. Buni mezonni kimdir tarozini pallan usha oladi. Kimdir bir yoqqa og'ib ketib qolishi ham mumkin. Zo'r savol berdingiz. Bu mavzu bo'lgan bizda. Men aytganmanki, xuddi bu mavzu bo'lmagan, shuni ichiga kirib ketadi. Men aytganman, yaxshi yashashimizni xohlaysiz-ku, to'g'rimi? Har bitta inson zoti borki, yaxshi yashashni xohlaydi, degan. To'kin sochin, kamchiligimiz bo'lmasdan, har doim kulib, uyimizda baxt bo'lishini xohlaysiz-ku degan.
qancha ota onamizni xursand qilsak, ularni xursandchiligi xuddi salyutga o'xshab tepaga otilib bam yoriladi-da, pastga bundoq bizga baraka bo'lib yog'iladi. Va bizani butun hayotimiz yaxshi bo'lib ketadi. Sxemani tushuntirganman unga. U to'g'ri degan, konkret 100% to'g'ri deb aytganda, soch adasi rozi bo'lmagan paytlari ham bo'lganda, qizimiz hali yosh degan paytlari ham bo'lgan. Men aytdim, nimaga adani roziligini kutdik biz? Chunki ota rozi, Xudo rozi. Men hech qanaqa boshqa yo'llar bilan seni o'zimniki qilmayman deb aytganman-da. Seni ikki dunyoligingni saodati qo'lida bo'lgan odam rozi bo'ladi va biz baxtli bo'lamiz. U odam norozi qilib hech qachon $1,000,000 pul bilan ham biz baxtli bo'la olmaymiz deb aytganman-da. Va bu bizani quruq gapimiz, deystvamizda ham shu narsa bo'ldi. Va men unga shuni tushuntirganman. Shu aytdingiz-ku, yaqinlardan mehr bo'linadimi? Bo'lindimi? Bo'ldi, kutaveringlar, shu hayotinglar yaxshi bo'lmaydi. Kulmaysizlar. Baxt bo'lmaydi. Yetishmovchilik bo'ladi. Itda ishlaysizlar, mana shuncha pul topasizlar. Barakasi shuncha bo'ladi. Av e'tibor qaratinglar, nimadir yeyotgan bo'lsanglar, o'shandan ham olib boringlar, o'ylanglar, hammasi zo'r bo'ladi. Mana shuncha ish qilasizlar, shuncha baraka topasizlar, hayot chiroyli bo'lib ketadi. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi qo'shayotgan juftlik avvalo chin ko'ngildan baxt tilayman. Chunki buni ota-ona juda ko'p kutishgan. Chiroyli baxt bersin. Hozirgacha bo'lgan oila haqida gaplashganlarimizdagi normativlar juda ham chiroyli. Bu nima ekan bu? O'rganib qolishmikin, taqdirmikin, muhabbatmikin? Nima deb ta'rif bergan bo'lardingiz? O'zingiz bo'layotgan juftligingizga. Tanlovimgami? Avvalo yaxshi ko'rdim men bu qizni. Yaxshi ko'rib qoldim. Javobchi? Qaysi javob? Ulardan javob. Endi o'zi birinchi nima rol o'ynaydi? Birinchi siz gaplasha olmaysiz-ku, nigoh to'qnashadi bir-biriga. Tashqi ko'rinish ko'rib olinadi birinchi. Keyin gaplashiladi, ichki dunyo ko'riladi-da. Undan keyin. Ikkalamiz ham shunaqa bo'lgan. Uni ham tashqi ko'rinishi yoqqan, meni ham uning tashqi ko'rinishi yoqqan. Keyin gaplashganimizda juda mosmiz-da bir-birimizga qanaqadir. Unga yoqmaydigan narsa rostdan menga ham yoqmaydi, menga yoqadigan narsa unga ham yoqadi. Shu yergacha ham taqdir. Endi taqdir, ha, o'xshashlik. Juda yaxshi. Endi nimaga javob berish kerak edi aka? Muhabbatmi bu, taqdirmi yo sevgimi, o'rganib qolish? Yo'q, o'zi avvalo taqdir. Ko'rishishimiz, u bilan gaplashishimiz taqdir. Lekin bizni bir-birimizni anaqada yaxshi ko'rib oila quryapmiz. Muhabbat Uylanishim kerak ekanda. Yaxshi qiz ekan, mana normativlari yaxshi, uylanib qo'yavering bo'lmayapti demanda. Demak, delegallik emas. Yo'q. Jiddiy qarab. Ha. Xuddi shunaqa. Muhabbat bor. Ko'z tegmas, ilohim. Prinsip degan narsalar, missiya degan narsalar bo'ladi, xarakter degan narsalar bo'ladi. Ehtimoliy qaysi holatda bu narsalar o'zgarishi mumkin, ruxsat beriladi yoki o'zgarmaydigan qat'iy holatlarmi bo'ladi? Missiya, maqsad, xarakter, dunyoqarash hayot davomida odamda. O'zi missiya boshidan yozilgan, kim nimani qilib ketishi. Masalan, endi o'zgarishchi men ba'zi paytlarda o'ylab qo'yaman-da, endi bu chuqurlashtirib endi o'zimning hayollarim bu, o'zimni ichimda o'ylayman-da, meni ko'p savollar qiynamayapti oxirgi payt, juda ko'p. Men qilib yurgan ishim to'g'rimi, noto'g'rimi? Ertaga ketamiz, nima qilyapti mendan? Men qoldirayotgan narsalar odamlarni to'g'ri yo'lga boshlaydimi yo naborotmi? Shuni o'ylayman-da. Ko'p qiyin bo'ldi shuna, javob topish qiyin bo'ldi. Gaplashsam endi noto'g'ri joylarni keltirib berishyapti-da. Noto'g'ri, mana bu narsa noto'g'ri, mana buni ichidagi mana bu narsa noto'g'rimi? Bu ham. Lekin rostdan noto'g'ri. O'ylanib yuribman ko'p. Kasbim bo'yicha, boshqa bo'yicha o'ylov ko'p. Miyam olib ketyapti bir xillarda-da. Keyin vaqtga tashlayapman ko'pincha. Vaqtga tashlay qani qaqqa boradi, nima qiladi? Tarixda, ya'ni bolalikdagi eng bitta zo'r holat bor. Uni qiymati, uni qimmatligi qat'iy nazar o'sha holatda, o'sha momentda sotib olardi. Qancha bo'lishidan qat'iy nazar va uni bahosi qancha bo'lardi? Va qaysi lahza o'sha bolalikdagi? Avvalo, xuddi shu mavzu ko'p savol-javob bo'lgan yaqinlar bilan. Bolaligingga qaytish xohlaysanmi deysa, men yo'q deyman. Qaytish emas bu yerda.
Bilyapman. Sotib olib ham nima qilaman? Qaytishga olamayman u. Rostdan. Aka, balki hozir siz o'ylayotgandirsiz, kamera uchun javob beryapti. Ichimdagi javob berayapman sizga. Chunki meni hozir ko'rib turgan yaqinlarim biladi. Mana shunaqa aka, men hech qaysi sahifani pul berib sota olmasdim. Chunki nimaga desangiz, Xudoga shukr, ota-onam yonimda-da. Onam yonimda bo'lgan. Ha, shu payt ham yonimda bo'lgan, hozir ham yonimda. Yoshligimga qaraganda hozir imkoniyatlarim ko'proq. Yoshligimga qaraganda hozir aytaman, vozdux ko'proq menda. Hop, sal o'zgartiraylik. Sog'inish. Misol uchun men hovlimizda tok bo'lardi. Tok. Tokda uzun pishardi. Hop. Issiq non bilan bitta uzunni olib, bitta issiq non bo'lagini olib, qaymoq ikkalasini botirib yeyishga $10,000 bo'lsa ham sotib olardim. O'sha paytdagi ощущение. Hali mushukchalarni sayrasi, men misol shunaqa topdim-da. Shunga o'xshagan sog'inadigan payt bormi, hech bo'lmasa? Yo'qmi? Yo'q. Nega? Javobim yo'q, bilmadim aka. Yo'qmi bolalikda shunaqa sog'inadigan? Menichi, meni hayotim shunaqa bo'lganki, yildan yilim yaxshi bo'lib ketgan. Ha, bolalikka. Mana hozir xursandman-a, keyingi yil men bundan 2 barobar xursandman. Oddiy misol aka, qarang, mana hozir xursand, yaxshi o'tiribman, zo'r gaplashyapman. Bor narsalarimni aytaveramman, siz aytyapsiz, zo'r-ku, malades, shunaqa narsalaring bo'lsa deyapsiz. 16 kundan keyin bundan ham xursand bo'laman. Uylangan bo'laman. To'g'rimi? Yaxshi ko'rganimga erishgan bo'laman va bundan-da xursandchiligim baland bo'ladi. Ko'z tegmas unga, yildan yilim yaxshi-da, mendachi mana bu narsa yo'q. 60 ga qaytsam-da, mana bu narsani o'zgartirsam-da, keyin hayotim tekis o'zgartirish yo'q, deyman. Yo'q, o'sha shirin hamma hayot lag'zam shirin aka. So'nggi savol muxlislar savoliga o'tishimdan oldin buni har doim navbatchi savol qilib qo'ydim. Har bitta mehmonga beryapman. Shahzod bu tilak sifatida emas, faqat tasavvur qilamiz. Shahzod Allohdan nima deb niyat qilib so'raydi? So'nggi nafasida qaysi holatda bo'lishni xohlagan bo'lardi? Shu mashchi qaniydi mana shu o'zi zo'r ibora bordi, bitta ishonadigan amaling bo'lsa-yu, ketsang va jannat berilsa senga deydi. O'zi shu qaysi holatda bo'lsam ham duolarimda har doim so'rayman shu narsani. Ey Xudo deyman, shu ota-onamni rozi qiling va jannatda yutib oling deyman-da doim. O'zi qaysi holatda bo'lsa ham chiroyli xushsurat so'nggi nafasim, chiroyli xushsurat paytimda bo'lsa. Qaysi amalda masalan? Masalan, endi eng zo'ri shu sajdada ketib qolganingiz yaxshi va o'sha yerda joningiz uzilgani yaxshi. Kimgadir nasib qilmaydi u narsa. Avvalo mana shu birinchi meni ko'z oldimga kelayotgan narsa shu va duolarimda tinmaydigan narsam shu, masalan, jannatlaring bilan siylagin deyman-da, shu ota-onamni rozi qilib, mana shu amallarim bilan ketay deb so'rayman doim aka. Tushunarli. Muxlislarimizdan keyin savolga o'tishdan oldin hozir paydo bo'lgan savol, ota-onadan boshqa Shahzod bugun Shahzod Sultonov bo'lib turishligida nimaga suyanib yashaydi? Nimaga ishonib yashaydi? Doim men bundan bir 7 yil oldingi o'tbutdagi suhbatlarimni ham ko'rsangiz, bitta narsa menda ishonch bor. Alloh yor qilgan odamni bandasi xor qila olmaydi. Bu aniq. Men doim shunga ishonaman. Qarang-da, o'sha payt ham aytardim-da, kimdir qaysidir lavozimga chiqsa yoki qaysidir ijodkor qaysidir anaqaga chiqsa, bu o'zi arzimas edi, bu undoq edi yoki bo'lmasa men mashulachi adasini puli bilan chiqqan, unaqa gap gapirmaylar deb aytib kelganman oldindan. U qaysi darajada yuribdi, unga yozilgan u narsa. Va ishonch bilan ayta olaman, siz unvon olmoqchi bo'lsangiz, siz aktyor ham, xonanda ham bo'lmay, ijod qilmasangiz ham o'sha berilishi yozilgan bo'lsa, sizga beriladi. Va bu narsa isbotini topib kelyapti shu paytgacha. To'g'rimi aka? Nasib qilganlarda bor. Nasibasi bor-da, u yerda metodlar rol o'ynamaydi. Harakat qilish shart emas. Yo'q, endi Allohcha nasib qilgan bo'lsa bor-ku, mana jim o'tirsangiz ham og'zingizga nasibingizni anaqa qilib ketishadi-da. Bu isbotini topib kelyapti. Mana maqolni otaveradi. Ishlagan odam tishlaydi, ishlamagan tishlamaydi. Deydi-yu, ko'p odamlarni ko'ramiz, eshikda ishlayapti, tishlamayapti. Ko'p odam ko'ramiz, ishlamayapti, lekin tishlayapti, yashab kelyapti-da. O'lmayapti. Uni u yurishini, uni u yurishini ko'rsangiz bor-ku,
bu qandoq yashab yuribdi deysizda, lekin borda nasibasi. Yashayapti, kundan kun o'tyapti, kasal ham bo'lmayapti deb nima qilasiz. Mana shunaqa. Boyiga narsa o'sha nasib qilgan odam siz o'ylamagan narsalaringizni anaqa yuradi. Ani boyiga gaplarni aytmash kerakda, bu o'zi noloyiq edi, buni nimasiga berildi, bu medal nimaga berildi, bu unvon nimaga berildi. Allohga isyonki, Alloh loyiq ko'rib turibdi. Da loyiq ko'rildiki, o'sha pog'onada u san'ati sanga yoqmaydi uni. Yoki aytgan qo'shiqlari sanga yoqmaydi, boshqa. Lekin kimgadir yoqadi. O'shaning uchun nasiba bormi? Qaysi urvinga bo'lsa ham Alloh sizni oladi deb qo'yib qo'ydi. Glavnisi ko'ngil toza qilib, sog'lig'ini asrab yashang bo'ldi. Hop, suyanadigan narsa to'g'risida gapirmadingiz baribir. Yaratganga suyanaman, aka. 100%. Yana bir bor ta'kidlab o'tamiz, ayvon milliy taomlarida suratga olyapmiz. Xalq tilida aytganda Parkinskiy bozor mo'ljal bizni qo'llab-quvvatlayotgan Zalol Muvaffaq FZ kompaniyasi va Dekor savdo belgisi suhbatdoshimiz Shahzod Sultonov. Biz muxlisadan kelgan savollarni beramiz va'da qilganmiz. Rejissyorimiz saralab bergan savollar, sizlar bergan savollar, hurmatli tomoshabinlar. Javob qarshi olasizlar. Assalomu alaykum Cho'tka TV ijodkorlari. Qirg'izistondan assalomu alaykum deymiz. Agar malol kelmasa, aytsinlarcha akasi Otabek Sultonov. Kim Otabek Sultonov? Shahboz Sultonov. Aka. Otabek Sultonov. Akasi yozgan Otabek Varishda. Ana Shahboz. Shahboz Sultonov deymiz. Akalari bilan munosabatlari qanaqa? Aloqalari bormi? Birga yashaymiz, zo'r. Qirg'izistondan shunaqa savol berishdi. Play deb yozilgan. Nega bunaqa savol berishgan hayronman xullas. Yaxshi munosabat hammasi joyida demak, aytib qo'ydim shuni ham aloqa. Конечно, aka. Shahzod Sultonov aka, savolim bor. Juda ham kibrli, maqtanchoq. Nimasiga kibrlanadi? Shuni bir so'rangchi, Cho'tka TV dedilar. Sizdan qancha mana siz hozir men bilan so'rashib, Shahzod akam yaxshimisiz, sizmisiz, men bilan qilsangiz deb misol uchun menga. Men sizdan qidirib o'tiraman. Men sizni kibrli deb atashim kerak. Ichimda xohishim shu. Topaman-da nimadir. Telefonni oldida men bundoq qilib oldilar deyman. Shuni ham sabab qilib ola olaman. Sizni kibrli deyishni xohlasam. Hech qachon odamlar meni yaxshi o'ylasin yoki kibrsiz deb o'ylasin deb mamnaqa qilmash kerak. Yasash kerak. Yo'q. Odam sizni o'ylayaptimi, shuni u xohlayapti sizni shunaqa o'ylashni. O'zi kibr nimaligini men bir o'rgatib ketdik. Biladiganlarga eslatma, biladiganlarga eslatib, bilmaydiganlar bilib olsin. Haq taomaslik, odamlarni mensimaslik bu kibr bo'ladi. Mana shu ikkita narsa kibr bo'ladi. Bo'ldi. Bu bilmayman bu odam nimaga bunaqa savol bergan. Bu odam menda shu narsani topa olganda. Siz menda samimiyatni topa olgansiz. Kim meni qidirishini topadi. Topadi. Endi birinchisini o'zi aytadi, agar haqqdan olsa kibr bo'la olmaydi u odam. To'g'ri. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Shahzod Sultonov hozir biz uchun shaxsiy hayotlari juda ham qiziq. Kelin bola haqida gapirib bersalar xursand bo'lardik. Javob uchun oldindan rahmat. Baxtli bo'ling Shahzod Sultonov deb yozdi Parvina Yakubova. Baxt tilaganlar uchun rahmat. Bo'lajak ayolim haqida ta'riflab maqtab o'tirishi o'zimga noto'g'ri deb bilaman. Qisqa qilib aytganda, yoshimizga mos, xarakterimizga mos va uni tanlagan yo'li menga yoqadi, doktorlik. Bo'ldi, boshqa narsa ayta olmayman. Demak, doktor, u mashq savol bermayman, nima ish qiladi deman mana. O'qiyapti-da, hozir 2-kurs. Tibbiyot kursni bitirgan. Hali 9 yil o'qish kerak-da. Assalomu alaykum. Ishlarga omad. Savolim shundan iboratki, Feruza Normatova bilan nega kontent olmay qo'yishdi oxirgi paytda, ko'rinmay qolishdi debdilar. Naimaxon. Bemalol javob bera olaman, albatta. Feruzaxon bilan biz har doim ijodiy partnyor bo'lganmiz. Erkak kishilarda boshqacha, mana ijodkor erkak kishilarda boshqacha. Ayol kishi oila qurdimi, u erini hukmida bo'ladi, erini aytganini qilish kerak. Masalanda, endi oilali odam bilan ijod qilish sal noqulayroq. Chegarasi bor. Chegarasi bor albatta, o'shanga. Va ko'p har xil fikrlar shu qiz to'g'risida ham aylandi. Endi men taniganim uchun aytib ketishim kerak. Nimaga u bunaqa bo'ldi? Nimaga hayoti bunaqa bo'ldi uni? Misol uchun men ko'rganman, bilganman. Tinmay Xudodan so'rardi-da, mana shu oila bergan menga, men juda ko'p guvohi bo'lganman-da. O'shaning uchun shunaqa chiroyli oilasi bor hozir buni. Chiroyli oilasi bor.
shu anaqada ham ko'rganman-da, shu Makkada ham shu Xudodan so'rardi-da ko'p. Oilali bo'ling deb. Rosa tinmay so'rardi. Duo Hozir ishlardi. hozir chiroyli mana shunaqa havas qiladigan oilali bo'ldi hozir. Qo'sha farzandlar, eti farzandlar bersin va har doim turmushi chiroyli bo'lsin shunaqa deb qolaman. Termiz Jo'ga Normatov, olib biz ham baxtlimiz, qo'sha qaranglar, baxtli bo'linglar kuyov bola bilan. Faxriddin degan yigitdan savol kelgan. Assalomu alaykum. Samimiy inson qanaqa bir sifatlarga ega bo'lishi kerak sizni nazdingizda? haq taol bilish kerak bo'ldi. Haq degani, hamma narsaga kiradi. Misol uchun, qayerdadir odam parod qilsa yetish kerak. Rostdan vash ishim noto'g'ri bo'lib qoldi, aqlim yetmadi-da. Shoshib qo'ydim deb aytish kerak-da. Neprab bo'lsa ham o'zi aniq edi, o'zim aniq edi demaslik kerak. Murodjon Toshboyev. Assalomu alaykum cho'tketa va Yana bitta narsa aytib o'tib ketdi. Uzr. Xo'p. Samimiy odam, mana men eng yomon ko'rgan narsam, bitta odam mana bu narsani orzu qiladi-da, yeta olmagandan keyin mana bunaqa demaydi. Rosa orzu qildim shu narsani, men harakat qildim, mehnat qildim, lekin erisha olmadim desin. O'zi olsam olaverdim, men o'zim xohlamadim-da deydi ko'pchilik. Bu menga yoqmaydi. Samimiyat bo'lsa, o'shani tan ola oladi. Ha. Tan olish ham samimiylik, to'g'ri. Конечно, o'shani aytish kerak. Harakat qildim, erisha olmadim, lekin rosa xohlardim deyish kerak. O'zi qila olardim, o'zim xohlamadim deydigan odamlar ko'p. O'zini aldashdi bu. Shahzod 100 tadan oshiq savol kelgan ekan. Rejissor tanlab qaytarilgan savollarni olmasdan turib mana shu savollarni tanlab bergan, bu savollarni berdim. Suhbat tugadi aslida, lekin men beradigan savollarim bor ekan yana baribir. Ijtimoiy tarmoq maydonidagi eng yoqimsiz meniki tormi, saniki tormidan tashqari Shahzodga ma'qul kelmayotgan mavzu nima? San'atdami? Bundan tashqari. Undan tashqari Mavzu haqida. o'zicha bundoq olib qarasangiz, bu mardi maydon, men yoqdi, yoqmadi qilib ajratmayman ko'pincha. Qabul qilmayotgan. Menga вообще farqi yo'q kim qanaqa nima qilyapti bor san'atdachi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, qiladi, pul ketkazadi, yemaydi, pulga kuyadi, qaytadi orqaga. Qiladi, misol uchun bo'lib ketdimi, yashab ketadi kimdir. Masalan, san'atdan nonini yeb yashaydi. Masalan, kim nimani to'g'ri deb bilsa qilyapti-da hozir. Nima deysiz? Tushunarli. Bugun intervyuga kelgungacha ham qaysidir mavzu haqida gaplashmoqchi edingizmi? O'sha mavzuga qo'l urmadim yoki savol bermadim, shunaqa savol bormi? Yo'q, yaxshi bo'ldi. Ma'qul. Yaxshi bo'ldi. Bitta yoqqan, bitta yoqmagan savol. Yo'q, hamma savolingiz yaxshi. Ma'qul. O'tgan safar intervyuda aytdimmi? Yoqmadi demaganman. O'zi birinchi anaqalardan ko'ra zo'r o'zgarishlar zo'r bo'lganda odimi? Bu gal juda ham yaxshi zo'r. Bu intervyuni beradi odamlarga. Odamlarga endi nima deydi? Aqlli odamlar hech narsa olmaydi bu intervyudan. Biladi. Chunki bu yerda gapirilgan gaplarni takrorlanish bo'ladi, misol uchun. Aqlli odamlar aytadi, shuni ham endi to'g'ri gap deb gapiryapti-da, men buni qachon edi bilganim deydi aqlli odamlar. Bu bolaga hali bor ekan deydi, misol uchun. Misol uchun endi anu ota-onasini urib yurganlar balki nimadir o'rganar. Baklashkaga o'tirib qolganlar balki o'shani chiqar baklashkadan qutulib ketar balki. Balki ichish chakishda o'rar. Misol uchun Tushunarli. Suhbat uchun, vaqt uchun kattakon rahmat. Bu yuqorida va'da berganim 10 kuni to'ylari, to'yxona manzili katta birga bo'lasizlar, va'da qildik, aytdik. To'ylar kerak bo'lsa yana o'zlari aytadilar. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Stol nomeri, nomerli stol bo'ladi. O'rtoqlar, biz suhbatimizni Shahzod Sultonov bilan qilishdan maqsad to'g'risini aytaman. Oldingi suhbatda ham ko'rib chiqqan bo'lishinglar kerak, ko'rmagan bo'lsa ko'rib olinglar. Qanaqadir откровенный bola, qanaqadir samimiy bola. Bugun men bilan suhbat qilayotganligi uchun aytayotganim yo'qman. Intervyu berishga duxi yetgan bola. Ba'zi bir narsalarni aytib o'taman, men ham kir narsalar haqida gapirib olay, maydon bor-ku. Haligi orqadan g'iybat qiladiganlar haqiqatdan ham xatolarimni, gunohlarimni muzeylarga olasizlar, lekin men bilan intervyu qilgani kelgan odam u san'atkor bo'ladimi, tadbirkor bo'ladimi, qo'shiqchi bo'ladimi, aktyor bo'ladimi? Men shunaqa fikr keldim. Bloger bo'ladimi, vayinchi bo'ladimi? O'ziga uvering bo'lgan, o'ziga ishongan, qilayotgan ishiga pokizaligiga, halolligiga, professionalligiga ishongan odam kela oladi. Sababi
shunaqa san'atkorlar bor ekan, shunaqa blogerlar bor ekan, shunaqa vaynchilar bor ekan, kodida shaltog'i bor, shuni ochib qo'yadi bu degan qo'rquvda ham yuradiganlar bor. Keyin ba'zi birlari o'sha yomonlab borayotganlarni ham eshitdik. Mayli, men tayyorman, xohlagancha yomonlaylar, xohlagancha. Lekin bitta narsa bor, falonchi chiqqani uchun men sizda chiqmayman degan tanlov mezoni noto'g'ri-da. Bizda siz yoqtirmagandan ko'ra yoqtirgan odamlar ham chiqqan. Uni ham o'lcham qilib olsanglar bo'ladi. Shahzod Sultonov, sizga kattakon rahmat. Zalol Muvaffaq FZ savdo belgisidan atak sovg'alarimizni taqdim etamiz. Bizning homiylarimiz bu, marhamat. Va yana o'zimizni milliy brend Dequart savdo belgisidan eng san'at darajasidagi bo'yoqlar, bu ham bizni qo'llab-quvvatlab, mana shu suhbat jarayonida qiladigan xatti-harakatlarimizni qo'llab-quvvatlab turadigan homiylarimiz. Homiylik qilmoqchi bo'lganlar ekraningiz ostida raqamlar bor, murojaat qilasizlar, hamkorlik qilamiz, yorib yuboramiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Yana bitta narsa, Shahzod, bu bizlar bilan suhbat qilgan har bitta shaxsga mabodo qurilish qilsangiz, xudo xolasa, chegirmalar bor, 10% chegirma bilan foydalanishingiz mumkin. Bu san'at darajasidagi bo'yoqlarda bekor etganimiz yo'q. Bizni reklama roligimizni ko'rishlar mumkin. Shaxsan o'zimiz zavodlarga borib mahsulotlarni ko'rganmiz o'rtoqlar. Maqtan olingiz bemalol. Keyin o'tgan safargi intervyuni kommentlarini ham ko'rdim. Bu safargi surat joylaganimizda ham kommentlarni ko'rdim. Juda ham ko'p odam kuzatadigan, muxlis bo'ladigan, rost ekanmigan. Nafaqat san'atga, bir erkak sifatida, shaxs sifatida ham muxlis bo'lgan tomoshabinlar bor ekan. Bizni kuzatadiganlar juda ham ko'p davlatlarda bor, ishlayotganlar bor, musofirlar bor va o'zimizning yurtdoshlarimiz bor. Vodiydan, vohadan like bosib, obuna bo'lib tashlaylar. O'shalarga tilaklar, niyatlar, xayrlashish so'zlaringiz, marhamat. Albatta. Xo'p, avvalo bu ko'rsatuvimizni hamkasblarimiz ham ko'radi. Любой hamkasbimizga, xoh aktyor, xoh xonanda, rejissyor, har biriga omad tilayman. Har birini ijodi birdek hurmatga sazovor, qilgan mehnatlarini samarasi, rohatini ko'rsin avvalo hamkasblarimiz va vatandoshlarimiz, musofir yurtdagilar, hamma bizani ko'rib turgan insonlar, hammalarga rizqinglarga, umringlarga baraka tilayman. Har doim kamroq ish qilib, ko'proq pul topishinglarni xohlayman. Sog'lik, salomatlik bo'lsin avvalo. Eng glavnisi sog'lik, salomatlik va shunaqa Abdus deganmi, keyingi ko'rsatuvlarda ham yaxshi xush xabarlar bilan, xudo xohlasa mana shunaqa sizlar bilan baham ko'rish nasib qilsin. Yana keyingi yil xudo xohlasa mana shu kunlarda bir farzandli bo'libsiz, gaplashaylik deb gaplashish shu nasib qilsin. Hammalarga omad tilayman, yurtimiz tinch bo'lsin. Xursandman Shahzod, to'ydan oldin hali uylanmagan holatda suhbat qildik. Xudo xolasa haqiqatan aytganlaridek uylanib, baxti nashidasini so'rab, ota-onaning xizmatini qilib, chiroyli farzandlar nasib qilganda ham suhbat qilish nasib qilsin. Mana intervyuni ko'rib bo'ldinglar, hurmatli tomoshabin. Izohlar yozar ekansizlar, men sizlarga bitta kichkinagina maslahat beraman va o'zim uchun ham bilmoqchiman. Meni savollarim muhim bo'lmasligi mumkin, lekin suhbatdoshimning javoblari muhimlik darajasi qay darajadagi bilmoqchiman. 1 dan 10 gacha bo'lgan ball sistemasida mana shu suhbatga o'zinglarni bahoylarni berib ketinglar. 1 dan 10 gacha bo'lgan. Ismim Abdus, kanal nomi Cho'tka TV. Xayr, salomat bo'linglar.